Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli go'zaldan go'zal aziz opa-singillarim, mard o'g'lon ukaxonlarim, nima deymiz? Mana bugunda mani pasportim. Qandim Nozaxon, o'zingiz ayting, mana pasportim. Bugun mana ko'rib turganinglardek, Dilfiz opamlar pasportlari bilan ofitsialni Faberlik kompaniyasidan registratsiyadan o'tdilar. Ya'ni Faberlik kompaniyasining rahbari Yaxshiboyeva Dilnoza bilan birgalikda ish boshladik va sizlarga shuni aytib o'tmoqchiman. Dilfiz opam bekorga bu kompaniyada ish boshlamadilar. Albatta. Chunki bu kompaniya bitta O'zbekiston bo'yicha emas, dunyo bo'yicha 45 ta davlat bilan hamkorlikda qonunan ishlaydi. 45 ta davlatdan bittasi bizni O'zbekiston hisoblanamiz. Sizlar uyda o'tirgan holda internet orqali 44 ta davlat bilan ham bemalol o'zingizlarni biznes ishinglarni yurg'izdirsanglar bo'ladi.